Qizjon, unga asl basharangni ko'rsatib qo'ymagin. Nimadir yoqmasa, sirroz xarakteringni ko'rsatmagin. Eng muhimi uni hidlab ko'rgan. Agar molda hidi kelmasa, demak uyda moli yo'q, sen bilan mazza qilib bemalol yashaysan. Lekinchi agar men bir narsa olib kelmagan bo'lsa, asabiylashib qaltirib qolishim mumkin. Yo'q. Erga tegishing kerak. Qachon keladi u? Ana keldi. Namuncha og'zing kambag'al hovlisidek katta. Telefon qilib turib aloqada bo'libdi. Farod qilma, bor. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Uchrashuvga gulsiz chiqibdi, jimot shekilli. Hay, gul hozir kerak emas, dalchi ket. Qayerda turasiz? Uyda Mashinangiz qanaqa? oddiy. Hozir asabim buzilyapti, nima bu normallik gapirmaydi. O'chiring ovozingni, zato ko'rinish chiroyli. Tomosha qilib mazza qilasan. Bo'pti. Qancha oylik olasiz? Ayol qatori olaman. Menga qarang, jonga tegdingiz-ku. Qilib, dadil gapirmaysizmi? Qancha oylik olasiz, qayerda ishlaysiz, qanaqa uyda turasiz? Bilmasam, men quruq savlatingizga tegamanmi? Chiroyli bolalar ko'chada achib yotibdi. Nima? Yaxshi qiz, men sizni detski bolalaringizga o'xshab uchrashuvga gul-pul ko'tarib chiqmadim. Birinchi uchrashuvning o'zida men sizga foydali, sifatli texnikalar sovg'a qilmoqchi edim. Gajini? Hind kinolarini ko'p ko'rganmisiz? Gajini emas, garini deb o'qiladi. Garini. Yevropa standartlariga mos, juda ham sifatli, buzilmaydigan texnikalar bo'ladi. Oyingiz bilan mazza qilib ishlatasiz deb olib kelgandim sizga. Voy, bo'ldi bo'lmasa. Siz o'sha detski bolalaringiz bilan gul-pul ko'tarib yuravering. Voy, siz xafa bo'lmang, o'zi shunaqa bu ichi qora, baxilroq. Bir odam qilaman deb o'zim hech narsa qolmadi, lekin men tayyorman kelib olishga. Siz juda ham yaxshi qiz ekansiz. Voy, nima bola? Biron yigitini tortib olish hozir moda bo'lganmi?